Kiyevga zarba, Moskvaga javob, Zelenskiydan dahshatli ogohlantirish. Tramp rejasi e'lon qilindi. G'azo uchun yangi davr boshlanadimi? Ruscha Mad Max Rossiya armiyasi yengil avtomobillardan shturm amaliyotlarida tobora kengroq foydalanyapti. Kiyevdagi portlashlar Rossiya va Ukraina o'rtasidagi eng keskin zarba almashinuvi. Kiyevga zarba, Moskvaga javob, Zelenskiydan dahshatli ogohlantirish. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevga berilgan zarbalarga javoban Moskvada elektr ta'minotini to'xtatish mumkinligini ma'lum qildi. Bu haqda u jurnalistlar bilan suhbatda aytib o'tgan. Shuningdek, siyosatchi Ukraina bir oydan beri Isroilning Patriot kompleksidan foydalanayotganini ta'kidlagan. Yana ikkita tizim kuzda yetkazib berilishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti mamlakat Moskvaning energetika tizimiga birinchi bo'lib zarba bermasligini, biroq zaiflik ham ko'rsatmasligini bildirgan. Agar aytaylik, Ukraina poytaxtida elektr ta'minotini to'xtatish bilan tahdid qilinsa, Kreml bilishi kerak. Bunga javoban Rossiya poytaxtida ham shunday holat yuzaga kelishi mumkin deya izoh berdi u. Zelenskiy bu mavzu 23-sentyabr kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan BMT bosh assambleyasi doirasida AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashuvda ham muhokama qilinganini qo'shimcha qilgan. U Tramp bilan uchrashuv haqida so'zlab, Amerika rahbarining $90 milliard Ukraina xohlagan barcha narsalar, tafsilotlar va tavsiyalar bilan ro'yxat topshirilganini aytgan. Shuningdek, u AQShdan Tomahawk qanotli raketalarni so'rash haqidagi ma'lumotga izoh berdi. U buni katta kelishuvning bir qismi deb atagan. Bir kun avval AQShdagi manbalar Tramp ukrainalik hamkasbi bilan uchrashuvda Kiyevning Rossiya ichkarisiga zarba berish uchun Amerikaning uzoq masofali qurollardan foydalanishiga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilishga rozi bo'lganini xabar qilgan edi. Shu bilan birga u cheklovlarni bekor qilish bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri majburiyatlarni o'z zimmasiga olmagani ta'kidlandi. Tramp rejasi e'lon qilindi. G'azo uchun yangi davr boshlanadimi? AQSh prezidenti Donald Trampning G'azo urushiga yakun yasashga qaratilgan rejasi bandlari e'lon qilindi. Al-Hadad telekanalining xabar berishicha, hujjatga binoan AQSh Isroilning g'arbiy sohilni anneksiya qilishiga yo'l qo'ymaslik va kelishuvlarni nazorat qilish majburiyatini olgan. Rejaning asosiy bandlari quyidagicha: o't ochishni to'xtatish va garovdagilarni ozod qilish. 48 soat ichida urush harakatlari to'xtatiladi va garovdagilar ozod qilinadi. Hammasini qurolsizlantirish, hujumkor qurollar yo'q qilinadi. Qurolli kurash yo'lidan voz kechgan jangchilarga amnistiya beriladi. Boshqalar esa anklavni xavfsiz tark etishi kafolatlanadi. Gumanitar yordam va tiklanish. AQSh boshchiligida infratuzilma, xususan shifoxona va uylarni qayta qurish boshlanadi. Gumanitar yordam BMT va boshqa neytral tashkilotlar nazoratida tarqatiladi. Vaqtinchalik boshqaruv. Falastin ma'muriyati islohotlar qilguncha G'azo salohiyatli falastinliklar tomonidan xalqaro nazorat ostida boshqariladi. Xalqaro xavfsizlik kuchlari, arab va xalqaro qo'shinlar G'azo xavfsizligini ta'minlaydi. Isroil esa o'z qo'shinlarini bosqichma-bosqich olib chiqib ketadi. Mahbuslar almashinuvi. Garovdagilar ozod qilingach, Isroil qamoqqa olingan